Meni maqtamay, ma şiirini maqtaya. Men gap qilsam, o'zini enisini maqtadi deb qolmanglar. Suyumli qarindoshlar, biz bugun Abdumrayillik Xalq uchun doktorxonasi alayida hamkorlashgan bir piyola choy suhbatimizni boshlash oldida turyapmiz. Bugun bir piyola choy ichgach, qarindoshlarimizdan Abdusami Erkin bilan Turobjon Hofizni bu choyxonaga taklif qildik. O'tganda Abdusami Erkin ijro qilgan Nozin nomidagi bir naqsh ustida azroq suhbat elib boraylik. Nozinin degan kuy she'rini men yozgan, muzikasini Turobjon ishlagan. Sen nayt yaxshi ijro qilding. Mushu naqshininki temasidan bilinib turibdi. Nozinin degan xonim qizlarimiz uchun intayin zurur bo'lgan, ham mush sifat bilan atsak intayin xo'sh bo'ldigan. Hamma temami sal yengimiki deb o'ylayman hamda. Turobjon bu şiirini qo'liga olgandan keyin zerikib ketmay qanday o'qiganda deb o'ylayapman hamda. Qanday o'qiganda? Ustoz oldi bilan qalamingiz harmag'ay, tiningiz salomat bo'lg'ay. Hamda bunday go'zal tekstlarni qo'limizga olgandan keyin bu sizning o tekstingizga badiiylik, o go'zallik bizning ilhomimizni qo'zg'ab, unda tekstlar ajoyib moyillik ilkida. Tağımı rıgbat için rıgbat tepip, ilham için ilham tepip bir güzel bir eser kılışqa bizge ters toxtamaydigan, qiyin toxtamaydigan. Acayip maqtısı adam hoş olab ketadigan. Tekst güzel bo'lgan ekan, buning melodiyasini ishlashga ham de qiynalmaydi ekanmiz. Undan keyin ishlab bitkazgandan keyin men endi buning ijodiyatini bitkazgandan keyin men bir hayajonlanib ekanman. Undan keyin aytib tutkendik, resmi aytib tutkendik. Ondan keyin bir hayajonlanish bo'ldi ekan. Bu Nozinin degan bu tema hamda shu boya siz degandek xonim qizlarniki hali yuqori darajadagi bir nihoyat go'zal bir suhbatda altida bo'lgandan keyin buningda chiqib bek ko'ngillik. Meni maqtamay, ma she'rini maqtaya. She'rni maqtsam sizni maqtagan o'xshash bo'ldi ekan. Sizni maqtsam yani she'rni maqtagandek bo'ldi ekanmiz aka. Ama yaqin niyazi sizniki shu jamiyatda jiq taqlayotgan usulliq naqshlarning tekstini muhtarkam. Hozir yaqin niyazi yozib shunda bular usulliq naqshlarni bakroq menam ketib bordi. Chunki men o'zim usul o'rganyapman-ku. Usulni biz o'rgan qanday qilamiz usuldan? Usulni chiroyli o'ynaydigan odam shu usulning tekstini chiroyli yozgan. Tekstniki mazmuni hamda men hisobda o'zim lirik naqshlarni jiqroq aytdim. Chunki muhtarkamga mushtarak bir sho'xroq tekstda bir narsa aytqim bordi degandan keyin temani yozib berdi. Hamda bu qizlarni madiylasak o'zimizning ma'diqimiz chiqgan. Qizlarni naqshimiz yaxshi bo'lsa, naqshlarimiz mana ekan. Taq to'lsak, aks sados kelganda qizlar minnatdor bo'ladi. Mushu Abdumrayillik Xalq uchun doktorxonasi qiz ayollarimizningki, xonim qizlarimizningki ayollar kasalligidan yiroq turishini bek tashabbus qiladi. Shunlashqa biz mush qiz ayollarimiz uchun mushu naqshini bir taqdim qilib baqsaq, demina bo'ladi albatta. Sen nazinin, kümün sana bekledim. Nazinin, sen nazinin, kümün sana bekledim. Minni dertte kaldırdı gözündeki muhteşem. Minni dertte
naz bilen ötüp gelsen yenildim. Nazinim sen, nazim sen, mengü bana lazim sen. Nazinim sen, nazim sen, mengü bana lazim sen. Nazinin nazi köp, mikri köp, enfazi köp. Nazinin nazi köp, mikri köp, enfazi köp. İki yürek bir bulsa, muhabbetlik yazı köp. İki yürek bir bulsa, muhabbetlik yazı köp. Nazinin sen, nazim sen, mengü bana lazim sen. Nazinim 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 sen, nazim sen, mengü bana lazim sen. Salam, İpek Yolu Sadası programımızdaki hürmetlik ustazlar. Ben Nakşi İnanla Abdüsemi Erkin'den hemenlağa utluk salamlar basın. Rahmet. Usta sharaf sahnalarda ko'rsam noiti faxrlanib qolaman balla. Men gap qilsam o'zini inisini maqtadi deb qolmanglar. Toshmamat ustozni bir so'zga taklif qilaylik. Abdusami ukam yana nihoyat chiroyli narsadan birini aytib kelibdi. Abdusami o'zini o'tida yaxshi bir ijodiyatchi, o'rinlig'uvchi, shundoqla akkordlashtiruvchi, shundoqla bizning 6-qarorniki Aygul ma'lumniki Arzu yetakchi ustozi. Hammadan muhimi bu yaxshi bir adamilik fazilatga ega yaxshi inimiz. Yaqinqi yillardan buyon taraqqiyoti intayin yaxshi bo'layotgan ijodiyatlar bo'lsin, har tarafdan oldi qarab ketib qolgan yaxshi inilarimizning birisi. Sami bilan hamkorlashimiz deb planni boshlab qo'ydik. Endi yaxshi planlarimiz bor. Absamiga buningdagi ishlarga zo'r utuqlarni tilayman. Yaxshi narsa aytyapman.